O'zida mashinani farazini margat qilib, manevr qilib, qonun qoidalarni buzdik. To'y kortejida avtomobil yo'lini to'ldirib, guruh bo'lib harakatlanib kelayotgan transport vositalari boshqa harakat ishtirokchilarining to'siqsiz harakatlanib o'tishiga xalal beradi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan ushbu video yuzasidan Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, haydovchilarning shaxsiga aniqlik kiritildi. Ma'lum bo'lishicha, qoidabuzarlik Nurota tumanining Qizilcha qishlog'ida sodir etilgan. Do'stimizga to'yiga bordik. O'shanda kelin olib qaytishda kortejda qatnashdik, mashinamizni xizmat qildik. O'shanda videoga olib ijtimoiy tarmoqqa qo'yib yuborgan. Shu sababli bizni ichki ishlar xodimi chaqirib tushuntirishlar ishlari olib borildi. Bu qilgan ishimizdan uzr so'raymiz. Bu holatlarni qilishni tavsiya bermaymiz. Guruh bo'lib harakatlanganligi yetmagandek, Gentra haydovchisi transport vositasiga ishlab chiqarilgan korxona tomonidan ko'zda tutilmagan LED chiroqlari o'rnatib olgan. Kecha o'sha ukam jo'rasining to'yi bo'lgan edi, shu to'y marosimiga xizmatga chiqdik. O'sha yerda mashinani farazini margat qilib, manevr qilib, buzdiksa, qonun qoidalarni buzdik. Videochi, shu to'yda tasvirga olayotgan videochi ijtimoiy tarmoqqa qo'yaverdi. Bizga ichki ishlar xodimlari bu holat bo'yicha tushuntirishlar olib bordi. Biz bu ishimizdan afsusdamiz, endi bu holat qaytarilmaydi. Ushbu transport vositalari vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirilib, qoidabuzar fuqarolar boshqarma binosiga chaqirtirildi. Sodir etgan xatti-harakatlari yo'l transport hodisasiga sabab bo'lishi mumkinligi tushuntirilib, ta'sirchan videorolik namoyish etildi. Holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bu holni takrorlamanglar, bo'lmaydigan. Qistamizga ham zarar bo'lyapti, o'zimizga ham, mashinamiz tenkada. Yo'l xatoni kechirmaydi, xatolar esa katta ko'ngilsizliklarga olib kelishi hech gap emas.